Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Sog'liqlar yaxshimi? Bugun ajoyib efir. Biroz kutamiz va efirni boshlaymiz. Uni oldin keling mikrofon bilan kamerani tekshirib olaylik. Shundoq menga ma'lumot berib yuborsanglar, ovoz qanaqa, ekranda hammasi ko'rinyaptimi? Ma'lumot berib yuborsanglar. Tak, bizga oltinni misol qilish uchun MetaTrader kerak. To'g'rimi? Qolgani tayyor turibdi. Все четко. Zo'r, hammasi yaxshi. BMW yoki Mercedes ikkalasi ham. Zo'r, hammasi yaxshi. Chotki, rahmat. O, hammasi zo'r. Tak. Tak, okey, zo'r, chotki. Hop, menga kerak narsa. Biroz kutamiz, ko'pchilik kirib olsin. Endi qaranglar, menimcha to'g'ri qaror deb o'ylayman. Nimaga Toshkent vaqti bilan 16:00 ga qildim? To'g'risini aytsam, kech payt qilmoqchi edim. Keyin qarasam, kech payt Arsenal bilan Manchester City o'yini bor ekan endi. Men 100% uverayman. Endi mana auditoriyam ko'pi o'g'il bolalar, bir meni 90%, 85% menimcha hamma futbol ko'radi. Manchester City va Arsenal ko'radi. Shuning uchun shunaqa vaqtga qildim. Mayli, zapis qoladi o'rtoqlar. Ishdamizu, hechqisi yo'q. Keyin bo'sh vaqtingizda qilasiz. Yakshanba kuni qanaqa ish? Hamma dam olmayaptimi? Xo'p, mayli, efirimizni boshlasak ham bo'ladi. Saqlanadi o'rtoqlar, saqlanadi. Efir saqlanadi. Albatta shuncha e'lon berib, ko'pchiligiga foydasi tegish uchun albatta efirni biz saqlab qo'yamiz. Endi ovozni qanaqa baland qilishni bilmayman. Undan baland qilsam g'alati bo'lsa kerak. Bugun yakshanbada vaqt VIP. Xo'p, mayli. O'rtoqlar, efirimizni boshlaymiz. Demak, bugungi efir hamma uchun boshlovchimi, professionalmi farqi yo'q. Xo'p, kelinglar, oldin umuman bir xalq, nima deydi, bir xalq uchun uzoq yillik tajribali trader sifatida bir ikkita kuyunishlarim bor. Shular haqida gaplashsak va keyin qiziqarli mavzuni boshlasak. Ya'ni bugun shunchaki oldi qochdi gaplar emas. Masalan, endi efir qilaman ko'pincha Instagramda, tam mashinalar haqida gaplashamiz, har xil narsalar haqida gaplashamiz. Bugun konkretniy o'rtoqlar. Men sizlarga tasavvur qilinglar, hammanglar ko'radigan inson 10 mingta odam ko'radimi, 50 mingta odam ko'radimi, tasavvur qilinglar. Biz bitta jamoamiz. Shunaqa tasavvur qilib efirni ko'ringlar. Tasavvur qilinglar, mana biza, men endi Dubayda ofisdan qilyapman. Tasavvur qilinglar, sizlar mana minglab odam ko'radimi, lekin tasavvur qilinglar, sizlar meni yonimda, sizlar bitta jamoamizda. Ungacha kelib bir ikkita kuyunishlarim bor. Men juda ham qattiq xavotirdaman oxirgi bo'layotgan voqealardan so'ng, juda ham ko'pchilik uchun. Sababi, bilasizlar, shogirdlarim juda ham ko'p, ular soni minglab va obunachilarim soni juda ham ko'p, ular millionlab va menga SMS yoziladigan SMSlar ham juda ham ko'p, ular ham minglab. Va juda ham ko'p SMSlarni o'qiganda yuragim meni shu etib ketadi, trader sifatida, ham inson sifatida ham, trader sifatida ham. Nimaga? Qaranglar. Insonni hayotdagi pozitsiyasi juda ham jo'stki bo'lishi kerak, mana. Aniq bo'lishi kerak. Ha, yo'q, qabiliyatda ishlash kerak. Ikkilanish bo'lmasligi kerak. Nimaga? Sababi siz o'sha insonga ishonasiz yoki ishonmaysiz. Mana shunaqa bo'lishi kerak. U to'g'rimikan, bu to'g'rimikan narsa bo'lishi kerak emas. Mana shunaqa qabiliyatda ish ketsangiz, xato qaror qilsangiz ham, xato insonni tanlasangiz ham,
keyinchalik tushunib yetasiz baribir, agar xato insonni tanlasangiz ham. Вот. Nimaga? Sababi hozir O'zbekistonda aynan tradingni targ'iboti, aynan tradingni podachasi, aynan tradingni berilayotgan bilimlar mani xavotirga solyapti. O'rtoqlar, o'zi bu narsa uchun to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi qanaqadir qasam ichish noto'g'ri aslida, lekin mana tepamda Xudo turibdi, men juda ham qattiq qayg'uryapman shu narsani orqasidan. Ya'ni o'zbekistonlik juda ham ko'p treyderlarni boshqa sohaga qiziqayotgan insonlarga berayotgan ma'lumotlardan xavotirdaman. Nimaga? Prosentniy соотношениеda olaylik o'rtoqlar. Tasavvur qilinglar. Mana просто bitta so'zni yozamiz. Mana bunaqa bo'lib qoldi-da hozir o'rtoqlar. Qaranglar, mana bunaqa bo'lib qoldi-da hozir. Mana bunaqa qaranglar. Uzr. Qaranglar qanaqa bo'lib qoldi hozir. Mana o'rtoqlar, O'zbekistonda bo'layotgan voqea hozir. Mana shunaqa. Mana xavotirga tushirayotgan narsa mana shu. Nimaga? Sababi sizlarga kerakli siklichность, momentum dedim. Nimaga? Momentum juda ham muhim. Nimaga bozor siklichностьdan iborat? O'rtoqlar, qaranglar. Просто men sizlarga oltinni ochaman-da, bitta narsani ko'rsataman. Sizlarga bitta qiziqarli faktni ham aytib o'tib ketaman. Mana bu oltin-da. Keyin kunlik time frame ni ochamiz va sizlarga bitta narsani belgilab aytib ketaman, qaranglar. Примерно momentda. O'rtoqlar, menga eng ko'p SMS yozilgan momentlar mana shu. Qaranglar, bu shunchaki tasodifdan iborat emas-da. Tradingga endi qiziqib kelayotgan insonlar uchun mana aynan olib tashlanglar, tasavvur qilinglar, mana bu agar bor-ku, mana. Agar mana buni olib tashlasangiz, hozir O'zbekistondagi bor treyderlar rovna bir 60 yoki 70% ga qisqarib ketadi. Agar mana shu instrumentni olib tashlasanglar-da. Вот menga eng ko'p SMS, qanaqa SMSlar? Yo'qotib qo'ydim, qarzga kirib ketdim, kreditimni to'la olmayman, slip qilib qo'ydim, pul yo'qotib qo'ydim, и так далее, itd. itp. Nimaga? Sababi o'rtoqlar, mana shu juda ham ko'p treyderlar oltinda ishlashni yaxshi ko'radi. Mana hozir efirda ham kimdir oltinni analiz qilib bering deb yozdi. Men necha marta charchab ketdim. То есть oltinda ogohlantirib, oltinda umuman counter trend ishlamaslik и так далее. Nimaga bu momentlar? Sababi aynan shu momentlar bozorda откат bo'lmagan. Aynan shuning uchun ham juda ham ko'pchilik aynan shu holatda depozitini yo'qotgan, ko'pchilik slip qilgan, kapitalni yo'qotgan. Вот и все. Va endi bu kunlikda, masalan, endi bu doim bo'lmaydi, to'g'rimi? Bunaqa движение doim bo'lmaydi va qolgan paytlarda agar biz 1 soatlikdan oladigan bo'lsak, masalan, tak period mana yoqadigan bo'lsak-da, asosan o'rtoqlar juda ham ko'p vaqt flatda o'tishiga guvoh bo'lamiz. 4 soatlik asobini ko'rsak, flatda masalan tasavvur qiling, mana necha qancha vaqtni tashkil qilgan mana. Flatda boshlanish vaqti 06:20, flatda tugash vaqti 2 oy o'rtoqlar. 2 oy bozor flatda bo'lgan, masalan-da o'rtacha. Bu nima degani o'rtoqlar? 2 oy flatda bo'lgani. Nima degani? Mana ko'pchiligi savol. Nima degani 2 oy bozor mana shu diapazonda yurdi? Bu degani, qadrli yurtdoshim, akam, ukam, opa va singlim, mana shu 2 oy davomida bozorni xohlagan joyida bitim olsangiz pribulda bo'lasiz degani. Da, hozir ham shunaqa. Hozir sikl mana hozir flat sikl boshlandi. Примерно mana bunaqa flat bo'lsa kerak, mana bunaqa atrofda flat bo'lsa kerak. Xohlagan joyda, men matematik просто так xohlagan joyda bitim oching. Buy ochasiz. Ketsin yana buy ochasiz. Endi vez depozit bilan kirmaysiz-ku. Buy ochasiz. Любой joyda bitim ochsangiz pribulda bo'ladi. Chunki qo'shasizda, bu boshlovchilarning yaxshi ko'rgan uslubi. O'rtoqlar, qaranglar. Men bitta gap aytaman. Sizlar yoki aniq ishonasizlar yoki ikkilansizlar, ishonmaysizlar. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Sizlar ili menga ishonasizlar, ili ishonmaysizlar. Demak, men 17 yilda hali ham bozorda nimadir tushunmayman. 17 yil bozorda yurib millionlab dollar boshqarib hali ham ishlamani tushunmayman yoki hamma tushunib yetdi.
yoki haqiqatdan men sizlar uchun qayg'uryapman va haqiqatdan to есть bor narsani gapiryapman. Ya'ni o'rtoqlar, mana hozir men bir narsani guvohi bo'lyapman. Absolyutni hech kimni yomonlash niyatim yo'q. Hech kimni g'iybat qilish niyatim yo'q, chunki bu narsalardan charchadim, menga hech qanaqa foydasi yo'q. Nimaga bilasizlarmi? Chunki inson miyasi baribir bunga ko'nmaydi. Inson miyasi baribir bunga rozi bo'lmaydi. Ya'ni hozir men kimnidir ko'pchilik legenda, pegenda deb gapirayotgan odamlarni yomonlab chiqishim mumkin, lekin to есть hozircha o'sha insonni orqasidan ergashayotgan insonlar bu insonlar bir qancha, bitta dona emas. Bir qancha insonlar uni orqasidan ergashayotgan insonlar uchun u rostdan ham legenda. U haqiqatan ham zo'r, haqiqatan ham u orqali daromad qilyapti. Lekin o'rtoqlar, itog degan narsa bor. Itog mana shu insonlarda shans ana shunaqa. Yo xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar. Bo't. Endi qaranglar. Qiziq savol sizlarga. Juda ham qiziqarli. Fikrlashingiz uchun bo't tasavvur qilinglar, bir muvaffaqiyatli inson, o'zining sostoyaniyasi bor, hamma narsasi bor, Dubayda uylari bor, mashinalari bor. Insonni hech qanaqa, mana shunaqa insongina haqiqatni gapira oladi. Mana shunaqa insongina oddiy insonlar uchun kuyuna oladi. Har xil Telegram kanallarda g'oyalar beradigan, o'zicha live trade qiladigan insonlar nimaga mana shu insonlarni afsona deb biladigan insonlar ichida shu insonlarga ergashadigan insonlardan keyin nimaga boshqa legendalar chiqmaydi? Savol, davatman. Nechta odam ko'ryapti hozir meni? Просто menga qiziq. Ko'rish qani? Nechta odam? 1000 ta odam ko'ryapti meni, o'rtoqlar. Mani 1000 ta odam ko'ryapti meni. 1000 ta odamga savol. Nimaga mana shunaqa har xil Telegram kanallar, signallar o'zini krutoy signallari bilan maqtanib, real traderlar bilan maqtanib chiqadigan insonlarga ergashib, nimaga keyingi odamlar legenda bo'lmaydi? To есть, masalan, meni orqamdan ergashib, meni jamoamda yurgan insonlar nechida ham legendalari yo'q, to'g'ri, lekin ular legenda bo'lish arafasida. Ular masalan, ularda ham real depozitlari bor, ular real shotlar bilan uje meni 100 minglab dollar kapitalimni uje boshqarishyapti. Ularda bir katta daromad yo'q va ularda men hali talab qilmayman. Nimaga bilasizlarmi? Nimaga biz Amerikaga o'xshab yashay olmaymiz? Keringlar, bugun globalniy narsa haqida gaplashaylikda va o'rtacha anaqa sredniy indeksga kelaylik va o'rtacha nima qilish kerak? Yechim topaylikda shu narsaga. Va mana shu yechimni men sizlarga beraman. Va mana shu yechim orqali sizlar daromadga chiqa olasizlarmi? Men sizlarga stabil daromad va'da qila olmayman, lekin momentumda bo'lishni taklif qila olaman. Kelinglar, to есть mendaka fikrlashni harakat qilib ko'ringlar va men qilgan ishni takrorlab ko'ringlar, natija qanday bo'lar ekan. Просто takrorlab ko'ringlar. Buning uchun hech qanaqa menga pul to'lashinglar kerak emas, hech qanaqa kursimda o'qishinglar kerak emas. Shunchaki men sizlarga bugun bitta mavzu o'tib beraman va undan oldin global muammolarni sizlar bilan kelishib hal qilib olaylik, fikrlashingiz uchun, dunyoqarashingiz kengayishi uchun. Da, вот, masalan, kecha ko'rdinglar-ku, men e'lon berdim. Qani, birorta odam bormi orada, işte men tradingdan dohodini ko'rsatib bera olmaydi, isbotlab bera oladigan odam bormi? Menga shunaqa odam qiziqda. Butun xalqning oldida, to есть, shu vizit bilan chiqadigan Azqalik masalan kurslardan daromad qiladi, o'zi shunaqa gaplar yuradi-yu, to'g'rimi? Bormi shunaqa odam takazat qilib bera oladigan? Mana shundoq men terminalni ochaman-da, например-da, mana shu terminalni ochib o'sha real hisobdagi daromadlar yoki kabinet orqali qilingan daromadlar и так далее. Например, shundoq ko'rsataman-da, to есть mayli, bu haqda уже charchadim, to'g'risi gap bundan emas. Gap sizlarni dunyoqarashinglarni biroz o'zgartirish va mana shunaqa razgonga o'xshagan tasavvur qilinglar, kanallarda odamlar g'oya beryapti. Tillarda mana bunaqa g'oya beryapti, o'rtoqlar. Mana bunaqa g'oya beryapti, qaranglar. Hozir men sizlarga g'oyani ko'rsataman. G'oya qanaqaligini. Tak. M5 ochilganda, o'rtoqlar. M5 ochilganda mayli beryapti. Mana bitta bayga beryapti-da. Mana bitta bay limitga beryapti-da. Или bo'tdami? Неважно, короче.
buy limitga beryapti-da o'rtoqlar. Stop yo'q. Odamlar shunaqa insonlar legendada yuribdi bor-ku. Stop loss yo'q o'rtoqlar. Da narx tepaga ketyapti. Da mana bergan joydan tepaga uchib ketyapti. Mana shu narsa siklичность deyiladi. Bu bir umr bo'lmaydi bu narsa. Keyin ko'rdinglarmi deyapti. Men bayga signal beruvdim deyapti. Aslida o'zi ham biladi o'zi kimligini. Da, вот. Nimaga mana shunaqa insonlarni ergashayotganlarning ichida ham qanaqadir millionerlar chiqmayapti. Mayli, qo'yinglar. Qiziq narsa. Mana masalan ko'pchilik kursini sot, kurs sotasanmi, kursga e'lon berasanmi, yana boshlandim, bla bla bla. O'rtoqlar, oxirgi 2 yildagi deyarli hamma kursimni har o'quvchilarimga investitsiya beryapman-da. Oxirgi mana qarang. Просто tak fikrlashinglar uchun. Da, masalan, men o'zim berayotgan bilimimga men o'zim bilaman. Men hech kimga hech qachon va'da bermayman, bermaganman va'da. Tasavvur qilinglar. Kelajakda ham qaysidir loyihamda qatnashadigan treyderlar bo'lsa, men hech kimga va'da bera olmayman. Tradingni fanda o'qib daromadga chiqish. Sababi hech kurs daromadga olib chiqmaydi degan gapni men olg'a surib chiqdimmi va gapimni qolaman, kurs daromadga olib chiqmaydi. Treyder daromadga olib chiqadigan narsa bu praktika va qiling takroriy praktikalar daromadga olib chiqishi mumkin sizni. O'sha orqali siz ma'lum bir refleks sizda paydo bo'ladi. Xo'p, mana tasavvur qilinglar, mana masalan, oxirgi просто tak oxirgi kursim $990 edi. Uni ham birinchi adashmasam 6 oy, to'g'rimi? Xullas, birinchi $150 to'lov, keyin nechidir to'lov, qancha bo'ladi? Hozir hisoblab ko'raman o'rtoqlar. Даже hisoblamaganman bor, вообще qiziq emas. 150 840 bo'lar ekan, bo'lamiz 6 ga $140, $150 dan to'lov plus minus shunaqa. Oyiga har oy to'lov. Buni ichiga o'rtoqlar i3 li notebook kirardi. Buni ichiga i3 li notebook, yangi notebook. Mana shu summani ichiga notebook kirardi o'rtoqlar. Va $1000 investitsiya ham kiradi. Nima qilay boshqa? Tasavvur qiling, kursga pul to'lagan insonni depozit qilishga puli bo'lmasligi. Endi bu ham dahod qilib boyib ketish uchun emas, praktika uchun, tajriba uchun o'zida o'rgatilgan narsalarni mana shu depozitni o'zini pulini risk qilmasdan turib, o'zini o'sha to'lagan pulini investitsiya qilib qaytarib, savdo qilish imkoniyatini berdim-da. Вот, ya'ni odamlar abarzet qilib tashlaydi. Просто tak borib, qanchalik yaxshilik qilsangiz, qanchalik ularni o'ylasangiz, odamlar shunchalik maksimalniy pikka o'zini ustidan kulish aslida. Tushunasizlarmi? Вот. Da, tushundinglar-a, xullas. Вот, men bir yilda 2 marta kurs va mana shunaqa usloviya bilan qilardim. Shundan keyin ham kurs sotishda har xil g'iybatchi, IQ spas, o'zini o'zi hurmat qilmaydigan va miyasi o'smay qolgan insonlar просто tak. Вот. Xullas, umumiy men qayg'urayotgan narsam mana shu narsa. Qaranglar, mana 2 oyda ishlaganim mana shu narsa treyderlarni заблуждениеga tiqadi. Ya'ni, zo'r ekan, zo'r ekan, cho'tka и так далее. Men sizlarni qo'rqitish niyatim yo'q, lekin men sizlarga bir qayg'urgan inson sifatida aytaman. Mana shunaqa har xil buy limitlar qo'yib tashab, sell limitlar qo'yib tashab, bozorni kuzatib o'tiraman deb tillarda savdo qilayotganlar, sizlarni bozordagi itogi imkoniyatlilar nolga teng. Bu gapimni esingizdan chiqarmanglar. Nol, sizlarda shans nolga teng. Xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar, kameraga qarab aytaman. 17 yil nima deb o'ylaysizlar? 17 yil tajribasi bor odam, sohada yurgan odam просто tak shunaqa gapni aytishi mumkinmi-kan? Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Menimcha yo'q-a? Вот. Xo'p. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun o'rtoqlar, siz tradingda boshlangan vaqtingiz start bo'lishi kerak va siz o'zingiz uchun vaqt berib tradingni to'g'ri taqsim qilishingiz kerak. Da, например, va oddiy narsalardan boshlaymiz. Juda oddiy narsalardan. Sengiz savol. Dunyoning eng zo'r treyderlari
jamlangan hedge hedge fondlarining yillik daromadi hozir necha foizga teng? Просто sizlarni gapimni tasdiqiy sifatida sizlarga primoy yozaman. Вот bir necha mana 2024-yil uchun hedge fondlar sanoatining umumiy aktiv og'irligi bo'yicha 15% daromad ko'rgan o'rtalar. Bir yilda 15%. O'rtacha fond esa 9-11% oralig'ida daromad qilgan. Eng kuchli fondlar esa yiliga 30-40% daromad qilgan. Xulosa, eng zo'r fondlar nazarda tutilsa, ularning yillik daromadi 20-30 yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Demak, lekin bizada o'rtoqlar, treyderlar ko'rasizlar qanaqa daromadlar qilishyapti. Oyiga shuncha qilyapti. Qadrdonim, akajonim, ukajonim, singlim, opam, iltimos, o'zingizlardan dunyodagi eng kuchli treyderlardan kuchli treyder hech qachon yasamaylar. Hech qachon yasamaylar. Просто так. Xo'p, azaka, mani $100 pulim bor. Manda milliardlar yo'q, ular milliardlarni boshqaradi, millionlarni boshqaradi. Ular uchun 20-30% normal natija deb savol bersanglar, bu savolga ajoyib javob bor. O'zingiz aldamang. Pulim kam, shuning uchun risk qilishga majburman. Yo'q, bu sizni zablуждениеga tiqadi. Unaqa qilmang. Keyin mana 1000 ta odam ko'rayotgan bo'lsa, man sizlarga bitta narsani aytaman. Juda ham ko'pchilik tradingni qiyin vaziyatdan chiqish vositasi sifatida bilar ekan, umuman unutinglar. Trading sizlarni qiyin vaziyatda bo'lsanglar, ya'ni moliyaviy qiyin holatda bo'lsanglar, kreditinglar bo'lsa, qarzinglar bo'lsa, shuni bilinglarki, trading sizlarni yana ham qiyinroq holatga tushirib qo'yish ehtimoli o'ta yuqori. Nimaga? Sababi siz напряжение savdo qilasiz, risk qilasiz, ruhiyatingiz izdan chiqadi, natijada siz yana ham kattaroq minusga kirib ketish ehtimolingiz bor. Hech kim sizga trader bo'lib turib bunaqa gaplarni gapirmaydi, do'stim. Gapirmaydi hech kim. Mana bilasizlarmi meni nimada ayblashdi? Mana shu targetga berdim-ku endi. Chiqdi-yu hammada reklama bo'lib. Ya'ni bu bepul master class, to'g'rimi? Meni nimada ayblashdi? Efirda kursini e'lon qiladi deb ayblashdi. Astagfirulloh. Tasavvur qiling, men sizlarga hozir tradingdan o'ylab kirishinglarni, tradingda shans ko'pchilikda nolligini aytib turgan paytimda bunaqa narsalar bilan ayplash men uchun juda ham kulgili. Masalan, qaranglar, masalan, ko'pchilik boshlovchi men hech qachon yozib ko'rmaganman shuni. Ko'pchilik boshlovchi treyderlar davay mana bunaqa boshlaymiz. ChatGPT bilan gaplashish maniera bo'lishi kerak-da. Men seni tushundim. Yirik fondlarning natijasi yillik 20-30% ga teng. Ammo O'zbekistonda sohaga qiziqayotganlarning ko'pi millionlarni boshqarmaydi-ku. Ularda bo'lsa $100,000 kapitali bor. Ularga maslahating qanday? 20%, $100 dan oyiga 2%, $2 bo'ladi xolos. Просто menga qiziq, rosan ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Keling, kapital boshqaruv uchun maslahat boshqa. Ko'pchilik oyiga 20% yoki kuniga 5% orzu qiladi, lekin bu matematik jihatdan uzoq davom etmaydi. Attat yashavor. Tushundinglarmi? Nimaga shans 0? Rostdan ham shunaqa. Matematik jihatdan uzoq davom etmaydi. Ko'rdinglar? Baribir biladi-da u ham. O'rniga 20% maqsadni qilish realistikroq. Ko'rasizlarmi? ChatGPT qanaqa javob beradi? Hozir xohlasanglar o'zingizlar yozib ko'ringlar. Yillik. Bu degani oxirida bo'ladi. Bu professional daromad hisoblanadi. Kapitalni bosqichma-bosqich oshirish tushunyapsizlarmi? Agar sizlar nima uchun bilasizlarmi? Men $1,000,000,000 o'ylayman. Qachon oranglarda ko'pchiliklarda muvaffaqiyat ehtimoli oshadi?
Вот реально iltimos maqtanishga yo'ymanglar. Просто manga o'xshagan inson jamoada, manga o'xshagan insonni jamoasida uzoq vaqt bo'lsanglar. Uzoq vaqt bo'lsanglar. Ya'ni kuchli sizlarni mana atrofinglardagi muhit, kuchli insonlar, realistik insonlar, bilimli insonlar bo'lsa va mana shunaqa insonlar bilan birga bo'lsanglar, uzoq vaqt ishoninglar. Вот inson hayoti uchun nimaga maqsadni qisqa masofaga qo'yadi ko'pchilik va sizlar ham qo'yasizlar. Nimaga? Chunki inson instinkt bu narsa. Tez borish kerak, tez pul topish kerak, ko'p pul и так далее. Mana ChatGPTga savol bering mana. Realistik daromad. Вот. Rostdan ham mana masalan qaranglar. Men maqtanmoqchi emasman, kursimni absolyutно reklama qilmoqchiman. Men naоборот sizlarga bugun anti reklama qilyapman. O'ylab ko'ringlar to'g'rimi? Tradingga kirib ketgan. Mana qarang, masalan menga o'sha mayli 990 endi bu marketing siri deyishadi. Oxirgi kursim $990 qilgandi. Mayli $1000 deb olavering shuni. Вот qaranglar, $1000 berdim. Men shu $1000dagi, mana shu $1000lik kursim tugatganlar uchun $1000 real hisob berdim, ha. Qaranglar, mana shu $100 emas bu real hisob. Qaranglar, o'sha trader menga katta ixlos qildi va yaxshi o'qidi va narusheniyasiz risk menejmentga amal qilib, mana shu men bergan $1000 yaxshi savdo qilib, yilni oxiri $200 daromad bilan tugatdi. Da? Xo'p, 100% uveren bo'lishinglar mumkin. 100%. 1,5 mingta odamni ichida aytyapman. Agar mana shu $1000 ni boshqarib yilni $200 bilan tugatgan traderga men $10,000 beraman. Da siz 1 yil o'rgandingiz, 1 yil vaqtingiz ketdi sizda. Kerakli eng yomon holatda. Davay boshqatdan hisoblab chiqamiz va eng uzoq vaqt hisoblaymiz-da sizlarga, da. Вот. Shunchaki misol qilyapman. Shunchaki misol qilyapman. Da. Mana masalan siz qaranglar, rasxod qilyapsiz bilimingiz uchun, ha? Masalan $1000 rasxod qildingiz va sizga ustozingiz mana shu depozitingizni o'zingizga qaytarib berdi. Trader, o't, mana trader, men senga ishondim, bilim berdim, mana men senga $1000 depozitingni berdim. Qaranglar. Birinchi yil ketdi. Birinchi yil bitta narsa tekstoy dokument Instagramga yozgandan ko'ra, shuning uchun qaranglar. Qaranglar o'rtoqlar, birinchi yil o'rgandi. O'rgani bo'ldi, 1 yil o'tdi, 1 yil o'tdi o'rtoqlar. Ikkinchi yil katta suv qaranglar. Ikkinchi yil $1000 dan savdoni boshladi va 20% yopdi. Da qaranglar, 1 yil o'rgandinglar, yana 1 yil savdo qilinglar. Uje 2-yil tugadi, 3-yil o'rtoqlar, sizlarda $10,000 men ustoz sifatida beraman. Millionlab dollar berdim. Millionlab. Shom просто так. Xolislarmi sizlarga ko'rsataman bitta narsa. Bu loyiha menga keyingi umumiy 5 yillikda daromad keltiradi. Men qisqa masofani o'ylamayman. Men bilaman bu narsani nimaga. Mana masalan mana bu gruppani ko'rasan 307 ta odam. Prop as capital, to'g'rimi? Bu yerda 50 ming, 30 ming, 20 ming dollar olganlar borda. Lekin $10,000 dan, o'tda $10,000 dan, sredniy $10,000 dan olamiz. Endi o'tda 1000, 2000 lar ham bor. Lekin orada 50 ming, 100 ming lar ham bor. Shuning uchun ha 100 ga ko'paytiringlar, 10 mingdan $3 million o'zi, например, da. Все, dars davom etamiz. $10,000, 3-yil $10,000 yana plus 20% yopildi. $2,000. Ya'ni 3-yilda o'zida o'rtoqlar o'zini o'zi puli chiqdi, kursning puli chiqdi va o'ziga daromad. Bu ham uncha ko'p daromad emas. Bu ham ko'p qolmaydi. Nimaga? Masalan deylik 70 ga 30 bo'lsa, masalan deylik, вот 70 ga 30 bo'lsa ham $2,000 deylik, mana $1,500 traderga qolsa, hech nima bo'lmaydi bu pul o'rtoqlar. 1,5 ming qolsa ham mana 12 ga bo'lib olsa, $125 dan to'g'ri kelar ekan. Lekin 4-yil boshqa narsa boshlanadi. 4-yil sizda $100,000 bo'ladi. Уже plus 20%, $120,000 pul bor o'zi.
$15,000 a. Mana $15,000 уже bor. Bo'lamiz 12 da masalan 15,000. Понятно, что уже 1200, уже примерно 15 million so'm daromadingiz bor. Masalan 15 million so'm eng uzoq yil, eng qo'polini hisoblayman. Sizlarga 15 million daromadingiz bor, to'g'rimi? Вот. И 5-yil mayli, men juda ham bir osmonga uchib ketmayman. $500,000 bo'lsin, lekin 1 millionni zo'r boshqargan odam $500,000 ola oladi. Men sizlarga buni fakt bilan isbotlayman. Men hozir oxirgi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, $100,000, $50,000 kapital o'zimni yillar men bilan birga bo'lgan jamoadagi yigitlarga kapital berdim. Mana shu bolalarga men plan qilyapman. Hozir $500,000, $1 million depozit berishga. Hozir natijasi yomon emas ularni. Вот, juda ham konservativniy. Men ularga ishonaman. Inshaalloh ular mana shu narsani isbotlaydi. $500,000 eng yomon holatda plus 20%, уже $100,000 bor to'g'ri. Уже $100,000 bor. Уже $100,000. Mana. Da, уже $100,000 daromad. Так, $100,000 dan уже $70,000, 70% примерно. Ko'p protsent traderga o'tadi. Endi как investor sifatida masalan de. Ну, условно. Deylik $70,000 уже o'rtoqlar 12 ga bo'lsanglar уже $6,000 dan примерно pul bor. Oyiga $6,000 dan уже demak, ya'ni bu oddiy universitet darajasida qarasanglar, o'rtoqlar, mana shu narsani miyangizga agar sig'dira olmasanglar, kirmanglar sohaga. Agar mana shu narsani hozir sizlarga tushuntirgan narsamni agar tasavvur qila olmasanglar, men buncha kuta olmayman desanglar, agar men bunaqa bundan ko'ra trading qilmayman desanglar, men sizlar uchun xursandman. Lekin agar shuni miyangizga sig'dira olmasdan qanaqadir signalli kanallarda o'tirib, tillarni ovlab o'tiradigan bo'lsanglar har kuni, o'rtoqlar, yana qaytaramiz, sizlarda shans mana hamda turibdi. 0. Просто 0. Bu qo'rqitish emas, o'rtoqlar. Ne, samdili bu qo'rqitish. Bu haqiqiy qo'rqitish, lekin haqiqat qo'rqitishda bu. Вот. Mana shunaqa narsa. Вот, menimcha ko'pchiligi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Shunchaki hozir biz sizlar bilan muammolar haqida gaplashyapmiz va reallik haqida gaplashyapmiz. Hali men darsni boshlamadim. Shunchaki bu ogohlantirish nimaga? Chunki achinaman. Menga SMSlar keladi, slip qilib qo'ydim, yo'qotib qo'ydim, risk qilib qo'ydim, o'zim ushalmadim, azartga kirib ketdim. Конечно, azartga kirib ketasiz-da. Siz ustozingiz yaxshi ustoz bo'lmagandan keyin, siz yaxshi jamoada bo'lmaganingizdan keyin, конечно, azartga kirib ketasiz-da. O'zingizcha o'tirib olib, signallarga ishonib, signallar цикличный deyapman-da. Bu mana bunaqa paytda, конечно, buy sell qilsangiz ishlaydi do'stim va bunaqa signallar любой odam bera oladi. Siz ham bera olasiz. Вот и всё. Demak, bu meni ogohlantiruvim, jon kuydirishim sizlar uchun tushunarli bo'ladi degan umiddaman va fikrlashingiz uchun yana bitta asos va yana bitta narsa. Nimaga va shu bilan bu negativ chastni tugatamiz va pozitiv chastga o'tamiz. Nimaga mana shu signallar beradigan, umuman kurs o'tadiganlar hammangizga savol, da xohlasanglar mana shu joyni 40 yilda o'sha insonlarga yuborib qo'yinglar. Hurmatli pullik kurs o'tadigan mentorlar, o'qituvchilar, traderlar, nimaga sizlar kurs o'tasizlar-yu, nimaga kursinglarni maqtab turib, nimaga o'zinglarni o'quvchilarga minglar, хотя бы $1,000, manku 10 minglab, 100 minglab dollar investitsiya, nimaga sizlar investitsiya bera olmaysizlar? Shunchalik pulingiz ko'p bo'lsa, dollarlarni ko'rsatasizlar, pochkalar qo'yib, qanaqa bankomatdan pul yechayotganinglarni ko'rsatasizlar. Nimaga? Bu juda ham ko'pchiligiga tegishli. Nimaga sizlar o'quvchilaringizga pul bera olmaysizlar? Kapitalga nima ishonmaysizlarmi o'quvchi? O'zingizlar bilim bergan o'quvchini bilimiga ishonmaysizlarmi? O'zingizlar bilim beryapsizlar. Yoki kapital berishga pulingiz yo'qmi? Qani ko'rsatilayotgan pullar? Shu bilan mana shu joyi 40 o'sha legenda deyotgan odamlarga primoy yuborib qo'yinglar. Nimaga o'nlab odamlarga, yuzlab odamlarga nimaga investitsiya bera olmaysizlar? Вот, shu bilan negativ qismni tugatamiz. Вот, demak pozitiv chastga o'tamiz. Bir g'oya deb nomlanadi bu narsa, momentum deb nomlanadi. Haqiqiy momentumga keldik. Вот, ushbu то есть momentum darsini boshlaymiz. Men oxirgi 4 oy, 5 oyda hozir o'ylaymanki
Вот. Так. Mayli. Demak, boshlaymiz. Mayli. Prosta o'rtoqlar qaranglar. Men 4 oy, 5 oy bo'lmadim internetda. Lekin oxirgi bir qaytishim biroz qaytdim oxirida biroz qaytish bo'ldi va sразу g'oyalar bilan boshladim, to'g'rimi? Mana hozir biz yillik 20-30% daromad haqida gaplashdik-ku, to'g'rimi? Va sizlarga xavfsiz ana ko'pchilik savol beryapti, Forexda nimaga signal bermaysiz? Forexda marjinalniy торговля kim qanaqa marja bilan kirishini, plechoni kirishini bilmayman. Masalan deylik, men ideya bersamda, masalan, yevro dollar buy, просто mana tasavvur qiling. 1 ga 3 соотношение mana qarang. 1, masalan 2. Birinchisi stop loss bo'lsa-na, masalan 1 ga 2 соотношение bilan signal berdim va stop loss ishladi. Ikkinchisi ham 1 ga 2 соотношение, masalan deylik, TP ishladi, to'g'rimi? Mana shu paytda menga ishongan odam boshqatdan sizlarga bu misol yaxshi emas, boshqatdan misol. Hoppa. Qaranglar. Masalan, men Forexda signal berishni boshladim. Deylik, men sizlar yaxshi ko'rgan tillarda, uslovlarda. Masalan, 3 ta signal bo'ldi po faktuda. Masalan, 3 ta signal bo'ldi 3 kunda. Masalan, deylik, bu 3 ta signal bo'ldi. Mana birinchisi TP ishladi. Bu zo'r, yaxshi misol. Masalan, qaranglar. Birinchisi TP ishladi. Ikkinchisi stop loss ishladi. Masalanda. Вот. И uchinchisi ham stop loss ishladi. Va nisbat 1 ga 3. Endi hisoblaymiz. Matematika, masalan, qaranglar. Birinchisi TP ishladida, kimdir $100 qo'ydida, masalan, deylik, tasavvur qiling, masalan, shunaqa risk qilyapti, endi menga ishonadi-yu, masalan, deylik, $10 daromad qildi. Oddiy misol. Mana shu narsa hayotimizda hozirgi kunda bo'layotgan mana shu narsa haqiqat. Mana qaranglar, $100, masalan, $100 dan $10 ishladi. Xursand, men ideya berdim Forexda. Ikkinchisi, to есть ishladi, mana ikkinchi stop ishladi-yu, tasavvur qiling, masalan $10 ishlagan odam, например, keyin risk qiladi-da, hali zo'r signal beryapti-yu deydi-da. $100 ni keyin masalan все shu bilan ikkinchi stop lossini oqizib yuboradi, shu bilan qarasa, to есть $30 yo'q, masalan. Keyin minusda, katta minusda yopdi. Uchinchi stop loss ham masalan o'sha $100 dan уже, to есть $60 edi-yu, keyin bir yana $50 yo'q. Все shu bilan почти depozit tugadi, o'rtoqlar. Ruhiyat buzildi. Vaholanki, agar to'g'ri ishlanganda edi, masalan bitta uslovdan bitta bitimdan 1% risk qilinganda edi, masalan birinchi bitim уже 3% daromadda bo'lgandan keyin, masalanda уже $3 daromad bo'ladi bitta bitimdan keyin $1 dan 2 marta minus bo'ladi. To'g'rimi? Itogi plus $1 qoladi baribir. Tushunyapsizlar? Mana bu bitta take profit, ikkita stop lossdan. Shuning uchun FX da signal bergim kelmaydi, qaytganimdan keyin aksiyalarda g'oya berdim. Tushunyapsizlarmi? Maqsad daromad. Endi prosta sizlarga bitta misolda shuni misol qilsam, men prostoy narsalarga ishonasizlarmi yo'q, masalan, oddiy narsalarga, masalan, va to'g'ri. Endi bu yerda vaqt ham muhim, o'sha oddiy narsalarni topishda ham gap muhim, masalanda. Вот. Men o'sha sentyabrda boshlarida qaytganimdan keyin masalan Telegram kanalim bor. Mana ko'pchilik hozir yengil ham ko'ryapti, kirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, Telegram kanalimda men ideya berdimda. Kirib ko'ringlar, 8-sentyabr kuni mana MU Manchester United desam, bu MU emas. Mana o'shani ko'rsataman sizlarga. Mana kirilgan o'sha narx, o'sha paytda narx $130 atrofida bo'lgan. Long berdim, take profit 151, birinchi take profit, ikkinchisi 168 masalan. Вот. И o'sha aksiyani qo'shamiz va stop loss zonani ham qo'yib qo'yamiz. Hozir tekshirib ko'rishingiz mumkin, masalan. Вот, 112 atrofida. Endi minimumdan pastga ortiqcha narsalarni o'chirib tashlaymiz, kanallarni hammasini. Вот, o'rtoqlar, mana qaranglar. Aksiya super prostoy modeldan tashkil topgan. Super prostoy modeldan nimaga?
Chunki aksiyalar shunaqa xarakterga egaki, o'rtoqlar, masalan, farqi yo'q. Любой bitta trenddan keyin, masalan, aksiyada ikkita maksimum bormi yoki ikkita minimum bormi, farqi yo'q. Aksiyada o'sha maksimumdan narx yuqorida yopilishi uverenni ko'p holatda yuqoriga olib ketadi. Masalan, ko'rib turganinglarda mana bu holatda mana g'oya berilgan paytda tekshirib ko'ringlar, prostoy narsa. O'rtoqlar, qaranglarda, men bepul beryapman-da, masalan, lekin insonlar ishonmaydi. Ishonmaysizlar. Nimaga prostoy narsalar просто ideya beryapti, ishlaydimi, ishlamaydi. O'rtoqlar, qaranglar necha foiz o'zida aksiya spotda o'rtoqlar 30% rost, почти 30%. Spotda hech qanaqa stop loss bu yerda, agar stop loss o'zi qo'yilgan aslida, lekin stop loss qo'ymasdan spotda aksiyada birda haqiqiy kompaniyaning aksiyasini olsangiz ham siz 30% daromad, to'g'ri. 30% daromad, qaranglar, 10 ming dollardan уже 3 ming dollar daromad bo'lar ekan. Desam bo'ladi hozir, bu ham yolg'on bo'lib qoladi. Nimaganligini aytaman. Agar 10% siz 10 ming dollarga olganingizda 30% da yo'q o'rtoqlar. Yo'q. Kelinglar haqiqiy professional treyderga o'xshab fikrlaymiz. Haqiqiy professional. Sababi, qaranglar, siz 10 ming dollar depozit bo'lsa, hech qachon 10 ming dollar hammaga olmaysiz bitta g'oya bersam. Hammasiga olmaysiz. Deylik 1000 dollarga olishingiz mumkin. 10 mingdan 1000 dollarga olishingiz mumkin masalan. Yoki, mayli, 10 mingdan deylik, realniy konservativniy fikrlaymiz hozir. 1000 dollarga olasiz, 10 mingdan 9000 dollar zapas bor hali va plus deylik 20 dollar biz maksimum ola olmaymiz, to'g'rimi? Tushundinglar? Ya'ni hech kim krutoy emas, mamutdan olib, mamut yopmaydi-yu. Shuning uchun o'rtacha 20% olaman-da. Mana 20% olsak 200 dollar bo'ladi. O'rtoqlar, bu degani plus 2%. Lekin mana shu plus 2% ni qanchalik xavfsiz olamiz, to'g'rimi? Qanchalik xavfsiz olamiz. Вот, реально bayog'imizda 10 mingdan 1000 dollarga olamiz, 1000 dollar общий 2 ga bo'lib take profit 1 ham 2 ham ishlagan bo'lsa, qanchalik приятный bunaqa daromad qilish. Hech qanaqa o'tirib, rынокка qarab, давление bo'lib, isitma chiqib unaqa bo'lmaydi-da, tushunyapsizlarmi o'rtoqlar? Просто tak daromad olinadi. Shuning uchun mana hozir biroz konservativniyroq emas, riskli holatda masalaga ideya aytaman hozir просто. Va masalan US Oil da qaranglar. Bozorda shunaqa moment bo'ladi, u ideya vaqtincha aktual bo'ladi, vaqtincha. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa g'oyalardan foydalanishni o'rgangan treyder maza qilib savdo qiladi. Kelinglar, men sizlarga neftda misol qilaman. Neft hammanglar bilasizlar, to'g'rimi? Bu qanaqadir kripto emas, yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan coin emas bu, to'g'rimi? Bu o'rtoqlar, bu neft. Arab davlatlarini boy qilgan ko'pchilik da o'rtoqlar. VTI turkumidagi neft da 20-yil Covid paytida o'rtoqlar neft narxini ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi neft narxini? Yarim dollarga neft olarmi deylar, hozir 62 dollar, ha? Nima deysiz? Yarim dollarga qo'yib turing. 10 dollar aytaylik, 10 dollar. 10 dollar mayli. Neft o'rtoqlar 1000% ko'tarilyapti-da. Mana shunaqa payti bor-ku, o'sha payt esimda-da, 2020-yillar butun dunyoga jar solman. Butun O'zbekiston u paytda ko'pchilik bilmasdi meni endi, bilishni boshlaganda, lekin men investorlarga aytayapman, iltimos neft olaylik, iltimos deyapman deydi. Hammaga aytib, davay beringlar menga millionlab dollar beringlar, neft olay deyapman-da. Tushunyapsizlarmi? Вот, и oddiy просто kanal. Вот, и endi o'sha payt menda mana bunaqa narsa ham bor edi. Sal teparoqdan boshlaganman 20 dollarlardan neft olishni, lekin aytaman, просто neft olaylik, iltimos. 20 dollardan boshlagan, uchisiga yana olib spotda neft hammaga aytaman-da, tushunyapsizlar. Bu lekin u ketdi, uchib ketdi, например. Давайте kelinglar, например, baba, biz hozir eng yomon holatda ham qanaqa fikrlash, просто eng yomon holatda bizachi, mana inson miyasi qachon zo'r ishlaydi bilasizlarmi? O'zi mana shu yomon holatga tushganda zo'rroq ishlaydi. Muammolarga duch kelganda
inson miyasi zo'rroq ishlaydi. Masalan, deylik, eng yomon holatda biza qanaqa holatga tushishimiz mumkin? Просто baba misol bo'larmikan, a? Yoki sizlarga просто matematika bo'yicha, например, hisoblab berishim kerak edi. Tushunasizlarmi? Вот. Mayli. Tasavvur qilinglar-da, o'rtoqlar, mana qaranglar. Da. Robinhood bo'li yaxshiroq misol bo'lar ekan. Mana shu aksiyani men juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar. Mayli. Qaranglar. Tasavvur qilamiz. Hozir 2025-yil va 2022-yilda Robinhood 2021-yil IPO qilindi o'rtoqlar va IPOdan keyin narx srazi 130% ga o'sdi va aynan sotuvga chiqqanda Robinhood aksiyasi sotuvga chiqqanda narx $35 edi. Keyin esa narx $85 ga chiqdi. Da. Endi qaranglar. Insonni miyasi qanaqa fikrlaydi? O perspektivasi bor kompaniya, zo'r perspektivasi kompaniya zo'r. Ya'ni bozorda paydo bo'ldi, sirazi chiqib ketdi, masalan, to'g'rimi? Masalan, $35 da bo'lsa, narx $85 ga chiqdi. Mana shunaqa paytda narx bir $50 ga, mana men $50 ga quraganda, ishoninglar, realniy insonni da miyasida zo'r qiladi, olishim kerak bo'ladi, to'g'rimi? Kelinglar endi просто depozitni mana shunaqa holatga keltiramizki, masalan deylik, bizada deylik $10,000 pul bor va biz momentum uchun mana shu kompaniyaga hamma pulni investitsiya qilishga qaror qildik. Nimaga? Narx $200 ga chiqadi deb o'yladik, chunki напримерda неважно $200 ga chiqadi deb o'yladik va biz shunchaki mana shuni 3 ga bo'ldik. Ya'ni biz $3,000 dan $3,000 ga sotib oldik. Nimaga? Agar mabodo tushib ketadigan bo'lsa, da, masalan, mana bu yerda masalan $35 ga, ya'ni minimumga kelganda yana $3,000 ga sotib olar edik. $3,000 ga da. Вот. Yana $3,000. Bizda yana $4,000 zapas bo'lardi. Da, masalan, $4,000 zapas bo'lardi va $4,000 da biz примерно deylik $20 dan sotib olardik. Tushundinglar-a, o'rtoqlar, matematikani qaranglar. $50 da olinyapti $3,000 ga. Da. Endi grafikni esdan chiqarib qo'ydinglar. Qaranglar. $50 ga olinyapti. $3,000 ga. Da. Keyin $35 ga olinyapti. Da. $35 ga olinyapti. Keyin esa $20 da olinyapti. Mana. Endi tasavvur qilinglar. Kelinglar, narx eng o'zini yomon narxga qulaganda biz qancha minusda bo'lamiz? Da? Qaranglar. Hisoblaymiz protsentda. $3,000 rovna bizga rovna hisob kerak. Da? $3,000. $2,400. Qaranglar o'rtoqlar. Hisoblaymiz hozir. $3,000 $2,400 minusda. Tushundinglar-a? Ya'ni tepada olingan $3,000 mana bu yerda. Вот. Biz rovna hisoblaymiz. Keyingi $3,000. 77. Tak, $3,000. Tak. $2,100 uchun. $2,100. Keyingi $3,000'imiz $2,100. Bizning keyingi $4,000'imiz qoldi. Oxirgi $4,000'imizni hisoblaymiz. 60%. Tak. Tak, $4,000'imiz 100 $2,400. 2,400. 2,400. Endi qaranglar o'rtoqlar. Endi qaranglar. Xo'p, 2021-yil, 2022-yil, как раз bir yildan so'ng biz qilgan investitsiyaning umumiy miqdori o'rtoqlar $10,000 depozitimiz qancha? $6,900 minusda. Biz minus 69% prosatkadamiz.
Na? Вот. Endi qaranglar o'rtoqlar, bitta narsani o'ylanglar-da. Bu katta minusmi? Bu juda ham katta minus. Bu juda ham katta minus va hozir eng yomon holatda hisoblayapman endi. Srazi masalan hozir qaysidir aksiyani sotib olsangiz unaqa holatga tushish qiyin-u. Da. Lekin siz qarang, siz $10,000 investitsiya qilib 69% minusda bo'lsangiz ham, lekin ko'nglingiz xotirjam, kompaniya aksiyasi yo'q bo'lib ketmaydi, yaqinda chiqqan IPOga o'zi. Plyus turibdi, lekin minusdasiz. Tushundingiz-a? Ya'ni 69. Lekin siz oltinda ishlasangiz, sizda hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Buy olsangiz narx pastga tushib ketsa, depozitingiz tugab qoladi. Sell olsangiz ham farqi yo'q. Tushundingizmi farqi nimada? Вот ana endi 2022-yili boshlangan investitsiyamizni 2025 tekushi momentda hozir tugatamiz. Hozirgi momentda tugatamiz. Hozirgi momentda tugatmaylik, mayli, globalniy maksimumga borsin, o'shanda yopaylik deylik, farqi yo'q, masalan, farqi yo'q. Mana shu hisoblaymiz. Ideal hisoblamaymiz. Men bu o'sishni ham olib tashlayman, bor-ku, mana 50 oxiriga 45% deb o'shangacha hisoblayman. Ana endi o'rtoqlar, daromad hisoblaymiz. Daromad payti keldi. $4,000 o'rtoqlar, daromadni hisoblaymiz. Diqqat. $4,000 plus $40,000 bo'ldi. Tak. Xo'p, demak $3,000'imiz. To'xtang, to'g'ri hisobladimmi? Da, конечно, to'g'ri hisobladim. $3,000'imiz $6,000. Ya'ni $3,000'imiz $6,000 bo'ldi. Plus $6,000 bo'ldi. Va $50 da olganimiz oxirgi 3,000 170% примерно, da. 70% примерно 2,000. Mayli, kichkina olaylik, mayli $2,000 bo'lsa. Plus $2,000. Endi diqqat. 48,000 daromad. Demak, 2022-yili bizda 2020-yili bizda investitsiya qilingan summamiz $10,000'imiz. Rovna 3 yildan keyin, ya'ni 2025-yilga borib $48,000 ga yetdi. Endi hisoblab ko'ramiz. $48,000 ni bo'lamiz 6,900 ga 7, 1 ga 7 соотношение. Ya'ni qilingan riskka nisbatan foydani qaranglar o'rtoqlar. Da o'sha payti biz katta minusda bo'lib turgandik, lekin daromadimiz $48,000 da. Biz uning uchun qancha kutdik? 3 yil kutdik o'rtoqlar, 3 yil kutdik. Endi 48,000 ni bo'lamiz 3 ga 16,000 dan bo'lyapti, to'g'rimi? 160%. Marhamat o'rtoq, marhamat. Получается, bizning daromadimiz o'rtacha yiliga plus 160% dan to'g'ri keladi. Biz umumiy daromadni bo'lib tashlasak, $10,000'imizdan har oy. Mana o'rtoqlar, bitta dona aksiya, to'g'ri распределение va ozgina sabr. Какая разница? Siz buncha kuta olasizmi, muammoingiz shunda sizni. Siz xayolingizga sig'maydi bu narsa. Chunki investitsiya qilishni bilmaysiz. Ko'pchiligiga tegishli bu gap. Vaholanki da uzoq vaqt bo'ldi, masalan, например, Itagdali. Adashmasam, masalan, oddiy misol aytaman-da sizga. Mana ko'ringda, просто tasavvur qiling, meni nimaga meni jamoamda massiz. Просто o'ylab ko'ring. Chunki sizga bunaqa daromad qilish to'g'ri kelmaydi. Unaqa ko'p daromad qilgingiz yo'q. Siz naqdga ishlaysiz. Вот, endi mana oddiy misolda, просто yana bitta misol sizlarga bepul mana shu ma'lumotlar, mana shu kursda sotgan, kurs sotishda просто. Sizlarga bitta mo'shli ma'lumot beraman. Sizlarga vashcha mo'shli ma'lumot ko'rsataman hozir. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Endi mana yana bitta. Tak, qaysi kuni bergan? Mana qaranglar o'rtoqlar. Mana Kanalni ochib tekshirib ko'ringlar. 11-mart
Amerika keskin quladi. Bu esa treyderlar uchun super imkoniyatdir. Kanaldan uzoqlashmang, ajoyib g'olalar kutmoqda. Masalan, AMD Tesla MSTR aksiyani sotib olishda 11-mart. Nimadan boshlaymiz? Mashhur, sizlar bilgan Tesla kompaniyasidan boshlaymiz va 11-martni topamiz, to'g'rimi? Demak, mana hali ham chizilgan turilgan ekan. Qaranglar, menda ssenariy. Mayli, 11-martni topamiz. Shu yil 11-mart. Hop. Mana 11-mart, mana. Tak, davay boshqa server topaylik. Men chizilganini o'chirgim ham kelmaydi. Tesla. Boshqadan stak yo'qmi? 11-mart. Bu yerdan CFDdan topa qolay. Tesla. Oppa. Mayli. Xullas, mana qarang. Mana Tesla, mana 11-mart. Yana nima kerak sizlarga aytinglar? Nima kerak sizlarga? Prям minimumga tushgan nuqta o'rtoqlar. Tesla kompaniyasining aksiyasini ko'ringlar. Mana tekshiringlar 11-mart. 10-martda prям $230 va 11-martdan boshlab hozirgacha 80% ko'tarilibdi narx. Masalan, mart, aprel, may, iyul, avgust, sentyabr. 7-oyda narx 80% ko'tarilyapti. Menimcha yomon emas, to'g'rimi? 80% ko'tarib, chiste hamma texnikalar bor. Masalan, o'sha paytda ham qanaqadir Teslani olib qo'yganingizda qancha daromad bo'lardi. AMDni olamiz, masalan. AMDni ham olamiz. AMDni olamiz, 11-martni topamiz. Mana 11-rovni. Sal vaqtliroq ekan. Farqi yo'q, mayli, sal keyin pastga tushgan ekan. Masalan, 11-mart, mana o'rtoqlar, 11-mart mana bu nuqta. Keyin pastga tushgan, lekin umumiy miqdori bu ham 80 nechidir foiz MSTR olamiz. Kripto bilan birga ko'tarilgan. Mana bu ham zo'r. Mana qarang. Fevral, mart, mana marhamat, 10-mart. Prямо minimumda aytilgan. Prямо minimumda ko'ringlar o'rtoqlar, 100% ko'tarilgan past. MSTR o'ylab ko'ringlar endi, yana nima kerak? Bir inson uchun, bir obunachi uchun, bir investitsiya va tradingga qiziqadigan bir inson uchun yana qanaqa ma'lumot kerak sizlarga? Aytinglar menga. Ko'rasizlarmi, butun tarixda 6 oylikda va yaqindagina berilgan g'oyalar hammasi genialniy ishlayapti. Genialniy отработка bo'lyapti. Lekin o'shanda ham odamlar baribir o'sha tezroq boyish, qisqa muddatda boyish haqida fikrlashni boshlaysizlar. Bilmadim. Xo'p, xullas, maqsadga o'tamizmi endi? Maqsadga o'tamiz. Demak, hozir biz mana tushundinglar, menimcha. Hech qanaqa panikaga hojat yo'qligini sizlarga menimcha Robinhood misolida tushuntirib bera oldim. Menimcha aniq lo'nda qilib. Va kelinglar, hozir yana bitta misol o'rtoqlar. Hozir sizlarga aytadigan ideyamni o'zingizlar amalga oshirib ko'ringlar. Men bilan birgalikda kelinglar, bitta jamoa bo'lamiz. Tasavvur qilinglar, bitta jamoa bo'lamiz. Da amalga oshirib ko'ringlar. Va shundan keyin o'zingizlarda fikrlash sal o'zgaradi. Meni maqsadim shu va uning uchun menga hech qanaqa pul to'lashinglar kerak emas. Shunchaki biz hozir sizlar bilan bitta g'oyani amalga oshiramiz va uni kombinatsiya qilamiz. Хорошо? Sizlar bilan birgalikda undan oldin sizlarga kiringlar, Amerikada o'sha men sizlarga beradigan g'oyani qayerdan osonroq olish mumkinligini sizlarga tushuntirib o'taman. Buning uchun mana Amanaga kirsanglar, Amana Apps degan dastur bor. O'sha yerga kirsanglar, masalan, вот hisob raqam ochish juda ham qulay va aynan aksiya sotib olish uchun va hozirda aynan ushbu kompaniyada o'zbekistonliklar uchun ikkita anaqa ishlayapti. O'zbekistonlik xodim ishlayapti savollarga javob berish uchun. Va mana shu endi ochsanglar kompaniyada mana trade qilsanglar, trade'ni bossanglar, mana bu watch list turgan bo'ladi. Mana shu endi buni telefon uchun ham dasturi bor. Amana apps desanglar chiqadi. Nimaga? Chunki bu yerda masalan hozir просто depozit qilish osonroq. Просто depozitga bossanglar, kredit kartami, to есть farqi yo'q. Kripto orqalimi, kredit karta orqalimi, o'rtoqlar $100 xohlasanglar $100 tekshirib ko'ringlar. Hech qanaqa minglab dollar kerak emas. Просто tekshirib ko'ring. Xohlasanglar
$10,000 $2,000 tekshirib ko'ringlar, farqi yo'q qanaqa sum. Просто mani bu narsani omma uchun qilyapmanmi, shuning uchun aytaman, katta summa kerak emas. Просто tekshirib ko'rish uchun aytadi, trade'ga bosasizlar, watchlistga SQQ degan instrumentni qo'shib qo'yasizlar o'rtoqlar. SQQ, mana SQQ, triple Q. Вот, bu Nasdaqni, Nasdaqni teskarisi deb qo'yinglar. Просто Nasdaqni ochamiz hozir, masalan, USD'da. Вот, так. Вот, demak, Nasdaq teskarisi mana shuni teskarisi. Xo'p, bizda Nasdaq hozir prямо maksimumda turibdi, ko'rib turganingizdek, prямо highda turibdi-da. Вот. И bizda hozir juda ham investorlarda panika holati turibdi. Ya'ni biza har bitta masalan momentni исторический agar maksimumlarni oladigan bo'lsak, Nasdaqda mana prosentajda agar ko'radigan bo'lsanglar, o'rtoqlar, вот, и mana Nasdaqda necha yildan beri mana Amerika kompaniyalari o'zida o'sadi, to'g'rimi? Yana qisqa bitta narsani aytib o'tib ketay. Nimaga Amerikaliklar boy aytdim, nimaga amerikaliklar yaxshi yashaydi, boy ko'pi yaxshi yashaydi? Chunki ular o'zini fondovый rынокga ishonadi va uzoq yillik investitsiyani yorib qo'yadi. Просто oddiy xalq haqida gap ketyapti. Bizda faqat kunlik, har kun tillada signal bo'lishi kerak. Shunaqa fikrimizni globalniy o'zgartira olsaylik, bizada ham обязательно boshqacha rost bo'ladi. Обязательно bizada hamma boshqacha daromadga chiqishni boshlaydi. Вот, demak, Nasdaqni qaranglar, o'rtoqlar, tasavvur qilinglar, u masalan, nechinchi yil, 2016-yildan beri masalan 4400 dan hozirgacha Nasdaq masalan qaranglar, necha foizga o'sgan. Oddiy misol, o'rtoqlar. Faqat Amerika kompaniyalari aksiyalari faqat o'syapti oxirgi yillarda. Lekin bu ham определенный siklichностьga ega. Demak, har bitta o'sha padeniyani olsa 2018-yilga oddiy misol qaranglar. Откатlarni olamiz. Protsentini olsak 20% bo'lgan bu yerda. Pandemiya payti 34% padeniya bo'lgan. Undan keyin 2021-yil почти 40% padeniya va Trumpning poshtinlarida o'rtoqlar mana yana 30%. Va to есть eng qizig'i o'rtoqlar, aynan mana shu padeniyalar bilasizlarmi qachon kerakli masalaga просто tekshirish uchun aytaman, qaranglar. Aynan shu padeniyalar qaysi vaqtda bo'ladi? Ya'ni takrorlanuvchanliklar. Aynan global maksimum buzib o'tilgandan keyin bir qancha vaqtdan keyin. Mana masalan 2018 dan boshlab qaranglar. Maksimum buzib o'tildi, kuchli maksimum buzib o'tildi, 1 2 3 buzib o'tildi va maksimumga qaytib keldi, to'g'rimi? Bir necha vaqtdan keyin. Endi qaranglar. Mana qaranglar. Globalniy maksimum 1 2 buzib o'tildi va qaytib keldi-da. Вот. Mana bu ham shunaqa, mana globalniy maksimum buzildi va именно o'sha закономерность qaranglar, krutoy закономерность. Asosan chut-chut o'tadi, или o'tmaydi. Ya'ni o'sha nuqtaga hozir bundoq qilsak to'g'riroq. O'sha nuqtaga ozgina o'tadi, tak, yana dalshi ketadi. Tushundinglar, o'rtoqlar, qaranglar. Mana bunaqa ko'pincha mana bunaqa bo'ladida, bundoq qaytib keladi. Или ozgina yetmaydi, или ozgina o'tadi, dalshi ketadi-da. Вот, endi qaranglar. Mana bu ham shunaqa. Mana bu yerda ham shunaqa. Mana hammasini tekshirib ko'rib, bu yerda ham ozgina yetmagan. Keyinchalik qaytib keldi. Va keling biz hozir bo'li globalnilarni olamiz. Mana mayda-chuydalarni olmaymiz-da, faqat globalnilarni olamiz. Ya'ni buni olamiz, bu globalniyni olamiz va mana bu globalniyni olamiz. Oxirgisini qaranglar o'rtoqlar, oxirgisini. Mana. Oxirgisi mana aytdim. Qaranglar, ozgina o'tgan, ketgan, ko'p shunaqa. Va o'rtoqlar, diqqat, marhamat. Biz qaysi momentda turibmiz? Примерно hozir tepaga ketishi mumkin, dalshi yana ketishi mumkin, dalshi. Скорее всего, mana bunaqa holatda yuzga keltiramiz. Tushundinglarmi? Nasdaqda va скорее всего примерно bizda mana bunaqa o'rtoqlar, mana bunaqa ssenariy bizda yuzaga keladi. Trading video shunaqa yoqmayapti oxirgi paytlar borib. Примерно mana bunaqa holat. Tushundinglarmi? Примерно mana shunaqa holatga, mana chiroyli kanal или вот так farqi. Примерно mana shunaqa holatga kelamiz yoki primoy kelishimiz ham mumkin. Просто primoy kelishimiz ham mumkin mana bunaqa holatga kelish. Bu safar kuchliroq mana uncha qo'namiz degan
ideya bor. Demak, shuning uchun biz mana shu ssenariy asosida bitta momentumni tashkil qilamiz. Ya'ni hozir sizlarga aytadigan g'oyam mana shu ssenariyga asoslangan va mana shunaqa ssenariyda biz qanaqa savdo qilamiz. Buning uchun biz mana shu instrumentni boya teskarisini topamiz. Tayyor turibdi bizada. Menimcha ikkita ekran qilib ishlatganim menimcha yaxshi. Hozir mana qilaylik. Tak, demak, qayerda edi u? Tak, hozir bir daqiqa. Ha, vo. Tak, demak, mana bunaqa qilaylik. Mana, da. O, как раз ikki xil rang bo'ldi, zo'r bo'ldi. Mana bu yerga eski kuni yozamiz. Mana. Вот, o'rtoqlar. Demak, o'rtoqlar, hozir amalidan hisob-kitob ochib qo'yinglar, уже savdoni dushanbadan ertadan boshlaymiz. Ertadagi amerikanskiy sessiyada eski kuni sotib olamiz. Уже va qanaqa matematikasini sizlarga tushuntiraman. Всё, mana shu g'oyani birga tugataylik, o'rtoqlar. Faqat keyin pastga ketsa panikaga tushmanglar, boya Robin Hoodni ko'rdinglar nima bo'lganini, tushuntirib berdim sizlarga. Demak, o'rtoqlar, boshlaymiz. Вот. Bizga bu bizada USDek bizada. Вот Nasdaq, вот mana qarang, teskarisi, mana ko'rasizlarmi, teskarisi. Bu uni teskarisi. Demak, bu qulasa, demak bu tepaga ko'tariladi. Shuning uchun ham biz buni sotib olamiz. Spotda sotib olamiz, o'rtoqlar. Demak, birinchi narx $15. 15 u 55, ya'ni Amerika sessiya ochilishi bilan sotib olsak bo'ladi. Va qanaqa sotib olamiz, o'rtoqlar? Men sizlarga $100 dan misol qilaman. Что hammada $1000, $10,000 yo'q, shundan hisoblaymiz. Qaranglar, ya'ni $100 dan hisoblaymiz. Da birinchi o'sha hozirgi amerikanskiy sessiyada sразу sotib oladigan narximiz, farqi $16 bo'lsa ham sotaveramiz, tepadan narx otilsa ham. Demak, biz примерно boyagi Robin Hood'dagi sotib olamiz. $30 ga sotib olamiz. Agar sizda $1000 bo'ladigan bo'lsa, tushunarliki $300 ga sotib olasiz. Вот и все. Demak, $330 ga sotib olamiz va keyin dalshi примерно вот keyingi bizani sotib olish narximiz вот keyingi sotib olish narximiz примерно $13. Ya'ni bu o'rtoqlar, bu normalniy qulash hisoblanadi. Bu почти 20% qulashdan keyin. Keyingi tushundinglar buni? Xo'p, keyingi sotib olish narximiz demak 15 u hozir $55 dan $30 ga ikkita sotib olamiz, o'rtoqlar. 2 dona sotib olaylik. Chunki bu spotu 2 dona ola olasizlar, tushundinglarmi? Keyin ko'proq olsanglar bo'ladi. 2 dona ola olasizlar. Chunki pulingiz yetmay qolishi 2 dona olasizlar. Вот, $30 ga sotib olamiz. Все, keyin narx $13 ga tushganda, o'rtoqlar, $13 ga tushganda yana $30 ga olamiz. Yana $30 ga sotib olamiz. No, unda уже tushunarli, $36 ga olamiz. Примерно 3 ta dona ola olamiz. Chunki bu spot, tushunyapsizlar, spot. Вот, keyingisi o'rtoqlar уже $10 ga, oxirgi $400 ga $10 ga tushganda $40 ga olamiz. Все, o'shanda 4 ta ola olamiz, plus minus biz 4 ta ola olamizda. Birinchi biz 2 ta olamiz, keyin 3 ta olamiz, keyin 4 ta olamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta olamiz. O'rtoqlar, dalshi nima qilishda Telegram kanalimda aytib ketaveraman o'sha. Tushundinglarmi? Dalshi nima qilishdi? Hozir shularni olib qo'yish kerak. Shuning uchun momentum dedim. Bu faqat o'rtoqlar qisqa vaqt uchun, tushundinglarmi? Вот. Endi sizlarga zo'r narsa aytaman, qaranglar. Agar ekonomika dahshatli ko'tarilib ketadigan bo'lsa, hatto hozir ishonmayman, lekin bo'lishi mumkin. Agar narx mana bunaqa ketib qoladigan bo'lsa, o'rtoqlar, bu aksiyamiz o'rtoqlar, ETFimiz mana bunaqa ketib qolishi mumkin. $5 gacha tushib qolishi mumkin. O'rtoqlar, bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Panikaga hojat yo'q. O'shanda bilasizlarmi, biz qanaqa qarorga kelamiz? Bilasizlarmi, qanaqa qarorga kelamiz? Xato qildik. Lekin xato qilganimizdan keyin bizda primерно, bizda keyinchalik xato qilganimizdan keyin narx
откат bergandan keyin, ya'ni dahshat narx dahshatli 36 mingga chiqib ketib, bundoq откат berganda biz примерно manba atrofida biz nolda bo'lamiz. Ya'ni biz xatoni tan oldik, lekin kapital yo'qotmadik. Endi keyingi g'oyaga o'tamiz. Tushundinglarmi? Shuning uchun panikaga hojat yo'q. Robinhoodni ko'rdinglar, 60-70% prosentga tushib turib, keyinchalik 46 ming daromad, no, вообще katta daromad. Ya'ni 1000% o'sish tasavvur qilasizlarmi, o'rtoqlar? 1000% o'sish просто Robinhoodni qaranglar. 1000%, o'zi 2000% qancha o'sdi o'zi? Qaranglar. O'zi umumiy o'sishi 1,5% почти o'sgan instrument. 1,5%. Men Robinhoodni aytganman, 1,5% o'sish. Men Robinhoodni aytganman sizlarga lekin. 2022 yil. 2022 yil qanaqa legendalar bo'lgan ekan, o'rtoqlar. Qanaqa sizlarga legendalarni aytgan ekan mana. Просто kommentariyalarda nima yozishgan bilmayman baro lekin. Keyin gol chiqqan, shu yerda ham goldmi? O'sha rahmat. Necha punkt o'sadi deb o'ylaysizlar? Soqqani bosing unda. Просто qiziq, sразу plyusga chiqib ketdi-yu. Good nima? O'sha yerda ham qaranglar. MyFix fond yopilib ketdi mana bechara borib. O'sha mana qaranglar, yo'q, Alloh. O'sha yerda ham MetaTrader 5, LibertyX, o'sha yerda ham sell by MetaTrader Dot ko'rdinglarmi? Realni boru. Qanaqa legendalar bo'lgan, tushunyapsizlarmi? Bu ideyalar legenda. Mana HUD aksiya va tepaga, ya'ni olish kerak degani 2022-yil 21-oktyabr. 2021-yil 21-oktyabr. Tak, demak 2021-yil 21-oktyabr 2022-yil, ha, 21-oktyabr. Narxi ko'ringlar qancha bo'lgan? Tak. Da, вот. Oya bizga hafta kerak. Yoki kun kerakmi bizga? Lучше kunini topaylik. Kuni bilan topaylik, sizlarga uchun motivatsiya bo'lsin. Ana 2021-yilga keldik, 2022-yil 22-oktyabr. Mana o'rtoqlar, $10 bo'lgan ekan narx. Robinhoodni berganimda narxi $10 bo'lgan. Endi $10 hozirgacha bo'lgan narxni hisoblasak, o'rtoqlar 1000% o'sdi. 1000% o'rtoqlar, 1000%. Tasavvur qilasizlarmi? Kimdir $1000 qilib qo'ygan bo'lsa, hozir $10,000 bo'lardi 3 yilda. 30% dan dahshatmi? Просто o'zingizlar ko'ringlar hammasini. Вот. Demak tushunarli va o'rtoqlar, endi foydalaninglar. Endi tushinglar. Insonda bor, agar hafsala bo'lsa, o'sha momentdan foydalansa, o'sha paytda energiyaga ega bo'lsa, o'sha hamma narsa yuqadi, energiya ham yuqadi, bilim ham yuqadi, tajriba, hamma narsa yuqadi. Shuning uchun o'sha mana shu bilim, mana shu narsa sizlarga ideya berildimi, shuni просто qilinglar, foydalaninglar va sizlardachi kayfiyat hosil bo'ladi. Uxdi. Biling, ishlayapti. O'rtoqlar, minus bo'lishi ham mumkin, pastga qulab ketishi ham mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Nima qilamiz? Xato qilamiz. Demak, ошибка qildik, xato qildik. Demak, minus qildik. Hech qisi yo'q. Gap unda emas, gap o'sha insonning fantaziyasi, shu g'oya kelganida, shuni o'ylaganida. Men bunaqa g'oyalardan milliontasini qilganman. Ya'ni Pythonga kirib, Pythonga chiqib ketaverganman. Oddiy misol, Pythonga kirib, mana Amani ochsak, masalan, profilga kiramiz, mana qaranglar, masalan, statementga kiramizda, oddiy misol. Statementga kiramizda, o'sha Amerika fond birjasi qulagan payt filtr datani qilamizda hozir. Range qilamiz, qaranglar. Filtr datani qilib, masalan, deylik, o'sha mart oy, aprel oyi, qaranglar, martda deylik 1-chislodan deylik may oyini 30-iyun. Ya'ni mart, aprel, may 3 oylik, masalan 1-iyunga qo'yamiz. Mana masalan qaranglar. Ya'ni qaranglar, money in, qaranglar,
$414,000 kirgan, money out $439,000, ya'ni daromad, chisti daromad $26,000 3 oy uchun. Da, masalan, deylik, sredniy hisoblashni o'rgataman sizlarga. Mana qaranglar. Kimdir uchun bu kam bo'lishi mumkin 414 ming uchun. Lekin buni 4 ga ko'paytirsak $100,000 bo'ladi. $400,000 ga tasavvur qilinglar qancha daromadga teng. Ya'ni 25% bo'ladi primерно. Примерно shunaqa bo'ladi. 20 yomon emas menimcha, to'g'rimi? Menimcha yomon emas. Вот. Nimaga hozir mi out bo'lgan? Chunki hali endi sikl boshlanadi. Вот. Va biz endi nima deydi? Savdo qilishni boshlaymiz-da. Вот. Shuning uchun давайте o'rtoqlar, amanadan shot ochsanglar, watchlist, просто watchlistga qo'yib qo'yasizlar, watchlistga добавить qilib qo'yasizlar. Bundoq qilib yozsanglar, eski kuyim hamda chiqadi, keyin добавить qilasizlar watchlistga. O'rtoqlar, o'ta muhim narsa. Bu haqida sizlarga hozir men yordamchilarimga aytaman, PDF qilib qo'yishadi. Eshitayotgan bo'lsanglar, jamoa a'zolari, eski kuni добавить qilayotganda hech qachon chaqmoqligini, bu leverage, bu margin trade, biz spotda ishlaymiz, chaqmoqligini qo'shmanglar va chaqmoqligida savdo qilmanglar o'rtoqlar. Bez chaqmoqligida. Bu riskованный versiya, bu типа там futures. Shuning uchun ham o'rtoqlar chaqmoqsizini добавить qilib qo'yinglar, хорошо? Bu juda muhim. Keyin depozitim yo'q bo'lib qoldi, azaka deb o'tirmanglar menga. Shuning uchun men ogohlantirib qo'yaman. Men instruksiyani beraman. Вот. Tak, demak, yana bitta narsani unutibman o'rtoqlar. Yaxshi, men bu Finviz ochib turgan ekan. Finvizda o'rtoqlar biz eski kuni ko'ramiz. Hozir bir narsani qaranglar, eski ku bu dividend beradi 14.8%, vaydot 14.8%. Biza 14% daromad, yilda 14%, narx 14% pastga qulasa ham 14% daromad olamiz, dividend olamiz, dividend o'rtoqlar, dividend. Chotki. Vashi zo'r bor. Вот. Kelinglar, biroz vaqtim bor. 5-6 daqiqa savollarga javob berishga tayyorman va bugungi efir haqida fikr bildirsanglar ham xursand bo'laman. Kommentariylar ochiq qolib ketdi, qaramadim. Bu odamlar so'kadigan bir bola. Tak, pump and dump strategiya yo'q. 1000 ga 1000%, 1 million bo'ladi, yo'q, $10,000 bo'ladi. Amana platformasi menda kirmayapti. VPN bilan kiring. Robinhood ekanligini qayerdan bilamiz, ustoz? Nima? Tushunmadim savolingni. Qaysi broker? Mana hozir eng osoni, bugun пополнение qila olasizlar. Просто tak. Guruh ochib, mana guruh ochib, mana kanalda o'rgatyapman. Tak, Plijos qaysi brokerdan? Mana hozir amanani edim Plijosiz. 4000 ni qayta hisoblang. Mayli endi uslovni o'rasizlar. Sal noto'g'ri. Eng minimumda siz 4000 ni oldin deb hisobladingiz. 3 3 6 4. Mayli endi. Uslovni hisob kitob qo'yasizlar. Shunchaki hisoblanyapti. Bundan ham kattaroq daromad keltirgani da to'g'ri. 4000 1000% qancha bo'ladi? Nima hisob noto'g'ri hisobladim? 100% 4000 bo'ladi, to'g'ri? 10 ga ko'paytirsa, bilmadim, qattiq hisobladim. 48,000 ni hisobladim, o'zimdan ham ko'proq bo'ladi-yu. 40,000 bo'ladi, to'g'ri. O'shanda xato qildim. Не важно, короче. Tushundim. Da, noto'g'ri hisobga kitobman, to'g'ri. Hammadan uzr so'rayman. Bizda 4000 mamutdan hisoblanadi. O'shanda $300 bo'ladi. Mayli, o'shanda ham zo'r daromad bo'ladi. Lekin pastigani olardim-da, deydi. Tushundim. Hammaga rahmat, xatoni to'g'rilaganinglar uchun. 300% bo'lar ekan. 4000 imiz, baribir mamutga 5000 qo'yib yuboraman. 300% bo'lar ekan. $12,000 bu ham baribir yomon emas. Umumiy $20,000 bo'ladi baribir. Bu ham o'sha $20,000 ham 200% bo'ladi baribir.
200% 3 yil uchun baribir zo'r. Baribir. Sredniy 65% oy yiliga to'g'ri keladi. Baribir zo'r. Ishonchli silka tashing. Xo'p. Ishonchli silka tashiyman hozir. Ideya kanal oching, ideya kanal qo'ying. Hozir mana shu gapirgan gapingiz ishoning sizni super dangasaligingizni bildiradi. Ideya kanal oching deyapsiz. Men sizga 8-sentyabrda kuni bergan ideyamni ko'rsataman. 8-sentyabr. Necha kun bo'ldi hali? Necha kun bo'ldi? 2 hafta bo'ldi. Pullik ideya kanal ochib ko'rdim. Odamlar bitta yozilar ekan, keyin chiqib ketaverar ekan. Men uzoq vaqt momentumda bo'la olmaydigan odamlardan $30 qilib qo'y, $30 kanal, 30 mana shunaqa ideyalar beradigan kanal $30. 250 ta odam bor edi dedim, vaqtim ketkazaman dedim, undan ko'ra siz faqat spotda savdo qiling. Yo'q, o'rtoqlar, men FX'da ham spotda savdo qilmayman, lekin meni maqsadim xavfsiz yo'l bilan xavfsiz yo'l bilan odamlarni daromad qilish. Kechikdi yo'qmi? Yo'q, kechikdi yo'q eski. Amana brokerlardan shot ochish va video rolik qilib berish shogirdlaringiz iloji bo'lsa. Endi agar sizga brokerdan shot ochishni o'zingiz eplay olmasangiz, ChatGPT bor payti, lучше siz umuman boshqa ish bor dehqonchilik qiling. Spot nima ekanligini tushuntirib bering. Siz ham yaqinlashmang tradingga. Maslahatim. Buncha odamlarga bilim bersan ham tanballigini maksimum, tanballikning yo'qi. Spot savdo nima degani? Spot savdo bu siz aktiv, haqiqiy bozor narxida sotib olib, uni o'z nomingizga egalik qilasiz. Tushundingizmi nimaligini? Men savolni bering. Mana brokeridan hisob ochishni o'rgatdi. Chiqarib berarmikan? Ha, chiqardi, уже chiqardi. Amana brokeri kim? Amana kapital и так далее. Amana kapitalda hisob ochish и так далее. Вот shaxsiy hisob hujjatlarini ehtiyot choralari, maslahat и так далее. Вот litsenziyalari mana amanani и так далее. O'zbekistonda ham hisob ochish maxsus yo'riqnoma tayyorlab bera olaman. Tasavvur qilsam qanaqa zamonda yashayapmiz, onasini emsin. O'zbek tilida jargonda yozsangiz ham tushuntirib beryapti. Jargonda. Ha. Ha. Yo'riqnoma ber. O'zbek tilida. Onasini emsin, любой. Mana Amaniki brokerning hisob saytini ilovaga kirish, mana Amana app, shaxsiy ma'lumotlarni kiritish, savodxonlik tajriba testi, hisob turlari, вот и всё. Nima kerak sizlarga yana? Nima kerak yana? Qaysi bank? Всё, ma'lumki вообще hojat ham yo'q. Men o'zim Tak, Jesse Leonov haqida fikringiz? Zo'r savol berdingiz. Tak, 3 yillik shogirdingiz profit vaqtiga bera olasizmi? Inisi bera olasizmi? Bera olmayman. Sababini tushuntiraman. Bu inson o'zi siz bo'lishingiz mumkin yoki o'rtog'i bo'lishingiz mumkin. Har bitta efirimda kirib, ham Instagramda, ham YouTube'da bitta narsani millionta yozgan odamga hech qachon investitsiya bermayman. Bu o'sha uni ruhiyati nitoligini bildiradi. Qiziq bo'lsa, o'sha inson ofisga boradi, bolalar bilan gaplashadi, ko'rsatadi, strategiyasini tushuntiradi, murojaat qiladi. Ustozga bitta narsani qayta-qayta yozavermaydi. Men bunaqa insonlarning ruhiyatini yaxshi bilaman.
O'rtoqlar, kelinglar bitta judayam zo'r savol bo'ldi. Mana shu savolga javob beraylik. Keyin Instagramda savol javobni davom ettiramiz. Хорошо, Instagramda, YouTube'da kelinglar, odamlar ko'radi keyin savol javobni o'qib o'tirishmasin. Qaranglar. Aynan Robinhoodga o'xshagan aksiyalarni qanday analiz qilamiz? Minglab aksiyalar bor. Siz 2002-yilda nega aynan Goodni aytgansiz? Mana shu savol kimga qiziq? Realniy haqqi yaxshi savol, nima deydi? Plyusni bosinglar, haqiqatan. Ya'ni kuzatuvchi so'rayapti, "Azaka, Robinhoodni zo'r topgan ekansiz, zo'r ideya bor ekan, lekin minglab aksiyalar bor. Bunaqa ideyalarni kelajakda qanaqa topamiz?" deb savol beryapti. Nima deydi shu savol? Ha? Nima deydi? Zo'r savol bor-ku. Вот realniy hammaga qiziq. Nimaga shunaqa savol bermaysizlar? Qaranglar, hammaga qiziq. Вот realniy. Вот. Ko'rdinglarmi, bu plyuslar hammaga savol. Qaranglar. Qaranglar. Men hozir sizlarga savollarga javob beraman, shu bilan Instagramga o'tamiz. Qaranglar. Juda ham ideal savol. Chunki hamma shunaqa aksiyalardan ko'p bo'lishini xohlaydi-da. Men hozir sizlarga Nasdaq va SQQ misolida g'oya berdim, to'g'rimi? O'zimni g'oyam, o'zim foydalanadigan g'oyani berdim, to'g'rimi? Va shuni amalga oshiringlar dedim. Va g'oyani o'rtoqlar, mana buni olsanglar bo'ladi deb qo'ymadim, to'g'rimi? Hammasini to'liq tushuntirdim. Endi ikkinchi подтверждение, ikkinchi tasdiq. Mana Nasdaq va SQQ nimaga 3 ga bo'lib olish, 3 ga bo'lib olishni tushuntirdim. Va nimaga zakonomerностьlar, texnik tomonlarni hammasini tushuntirdim. Tushuntirdimmi? To'g'rimi? Yoki prosta aytib qo'ydim, mana buni olsa bo'ladi deb. Menimcha tushundinglar. Hammasini tushuntirdim. Ko'rdinglarmi, bitta kompleksli g'oyani sizlarga tushuntirib berdim. Endi buni tushundinglar va endi praktika qilamiz. Ya'ni buni amalga oshirib bo'lganimizdan keyin, ya'ni mana shu inshaalloh pribelga chiqsak, plyusga chiqsak, ana undan keyin sizlarga keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni o'sha aksiyalarni qanaqa topiladi? Men sizlarga bitta zakonomerность misolida Nasdaq va SQQni tushuntirdim. Uni keyingi etapda o'tamiz, хорошо? Вот и все. Ya'ni siz bitta bilimni oldingiz, uni sinab ko'rish imkoniyati bor va uni sinab ko'rganingizdan keyin o'sha keyingi bosqichga o'tiladi. Tushundingizmi? Agar mana shunaqa tartib bo'lish kerak-da. Mana shunaqa tartibda agar ketma-ketlikda biror ishni amalga oshirsangiz, o'shanda sizda muvaffaqiyat bo'ladi. SQQ nimani aksiyasi? Bu reversni ETF hisoblanadi. Mana. ChatGPTga yozsangiz, reverse ETF nima degani? Maxsus fond bo'lib, u odatiy indeks yoki aktivning teskarisi natijani anglatadi. Tushundingizmi? Вот. Вот. Qiziq bo'lsa, endi bilib oling demoqchiman-da. Все, endi menimcha efir tushunarli. Va endi biz sizlar bilan savollarga javob o'tamiz. Savollarga javob beramiz Instagramda, chunki kelinglar tursin. Xo'p, hammangizga rahmat. Prosta agar shunaqa sizlarga, mana shunaqa bilim sizlarga qiziq bo'lsa, sizlardan taklif qilinadigan bitta narsa, o'rtoqlar, agar shunaqa bilimlar sizlarga qiziq bo'lsa, bu aktivnost. Prosta men ko'rdinglar qanchalik qayg'urib, jon kuydirib, jon nima deydi, anaqa qilib gapirdim. Ya'ni mana shunaqa har xil riskovniy narsaga qiziqayotgan do'stinglarga yuboringlar bu videoni. Masalan, qanaqadir tradingni qimor deb o'ylaydigan insonlarga yuborib qo'yinglar. Ota-onalarga ko'rsatinglar haqiqiy kompaniyalarning aksiyalari. Nimaga Amerikani 60% va kelinglar shuni ham masalan ota-onalarga ko'rsatinglar agar sizlarga ishonmayotgan bo'lsa. Amerikaning necha foiz aholisi hech bo'lmasa bir dona bo'lsa ham aksiya sotib oladi. O'rtacha protsentni ko'rsat. No просто 60-60+. Kattalarning 60-62%. Har 10 ta amerikanistdan 6 ta amerikanist hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham kompaniya aksiyasini sotib olgan. Tushundinglarmi o'rtoqlar? O'rtacha hisobda amerikaliklarning 60% aholisi
biror shaklda aksiyador hisoblanadi, tushundinglar? Bu efirni saqlanib qilaman обязательно. Hammalarga rahmat. Instagramga o'tamiz. Albatta, aktiv kutib qolaman. Kommentariyalar qoldiringlar, fikringizni qoldiringlar. Instagramda aktiv mana shunaqa real vaqtda savdolar, bilimlar, o'rtoqlar 1 million deydi. Tak. Instagramga o'tamiz. Savollar bo'lsa o'tda berishingiz mumkin. Bugunchalik все. O'ylaymanki, efir sizlarga manzur keldi. Shunchaki hisob ochinglar amalidan savdoni boshlaymiz. Hammalarga rahmat.